Mana mening do'stlarim, mikrofonim ham yetib keldi. Kamerani o'chirganimdan keyin har bir simi tushadigan joyda o'pib uzr so'rasam kerak. Video uchun qildim xolos. Aylanib ketdi. Raspakovka, chek. Bilan noto'g'ri joyni kesibman. Bilan nima tushib ketdi? Voy bila. Har doim shu korobka ochishda menda muammo bo'ladi, bilasizmi? Yo oqib ketadi yo kesilib, yonib portlab ketadi. Xullas, mikrofon o'zbekchasiga hyper degani, inglizchasiga hyper. Aytaramiz bolalar, hyper. Bu yerda qo'shimcha temir ham bor. Bundimga bunday tushib turadi. Nima qilib gapiraman deb mikrofon chiqib turadi. O'shanaqa narsa. Men sizlar uchun do'stlar, men mikrofonimni ochaman. O'zi hamma narsa yig'ilganda ko'rsatmoqchi edim, nimagadir shu mikrofonni ko'rsatkim keldi. Sihohe Prehu the champions yana nihohe. Ikki tomoni ham bir xil. Mana akalar mikrofonim. Bo'laga ranga chiroyliga atay mashaqasini oldim. Qizilidan eng qimmatini oldim bu mikrofonni. Ham akalar chotki bo'lib turadi. Xudo xolasa go'slarim izolyatsiya bo'lgan holatda sizlar bilan chiroyli общение quramiz hali streamda. Bosamiz. Rasizlarni podogref qilyapman, streamga bilasizlar? Streamga podogref qilsam nima bo'pti, to'g'rimi? Boshqalarga o'xshab men Instagramda yuritishni boshlaganimdan keyin o'tirsam ko'timi tagida mashina paydo bo'ladi. Tulsigim tilloga aylandi deb sizlarga har xil kurslarda o'tkazishga harakat qilmayapman zato. Mikrofon takoy, akalar. Bila. Sen? Ha? Ko'rayim, bola. Moment, yo'q, shey topdi. Urushqa bola bo'lamizmi bugundan? Ha? Urushqa bola bo'lgani keldi akalar bizdan. Git o'ynaganlar biladi buni. Mana biz ham yuramiz ertaga. Qallaysan, nima gap? Urushasanmi, ko'rishamiz deb. Gardan men qimmat ochkini taqqanim-yu. Eng qizig'i narxlarini qaranglar. $570, $600 juda arzon bor. Mana snayperskaya vintovka $700. Qaysi birini olay akalar, nima deysizlar? PUBG'chilar yozadi, "Voy PUBG palonu, pistonu" deb. Avtomatlarda hammasi mana yerda ekan akalar. Mana ana Zvyozny desant degan kinodagi avtomat ekan, tarakanlarni otib yuradi. Fantastik kino, kim ko'rgan? Xullas, bularga hali men yoshlik qilaman. Qora o'ylar joyi ber, aniq. Mo yoshlarnikidan ko'rib turamiz. Sizlarga akalar poxuyizmda oliy darajasini ko'rsataymi? Birovlarni fikriga qo'yib qo'yish hamda baxtli bo'lib yashash. Mana akalar. Na. Voy, nima gap? Mana akalar, hayotdan zavq olib yashanglar. Birovlar fikriga umuman qaramanglar. Mana qizlar bilan, boshqasi bilan biz faqat mazza qilish uchun yashaymiz. Bosamiz akalar. Hali katta bola deb turib Krutoy yasa olmasdan mana shuna qilib qalbinglardagi yosh bolani menga o'xshagan bolachalarni mana chiqarib yurish kerak. Bosinglar. Bu video ikkita mavzu haqida bo'ladi akalar. Birinchisi 8-mart, ikkinchisi esa O'zbekistonga kirib kelyaptigan xitoylik bratanlar haqida. Chunki juda ham ko'pchilik lichkamga yozyapsizlar. Aka, fikringizni bildiring, kommentariyalar qoldiryapsizlar. Gap so'zi o'zimning shaxsiy fikrimni qoldiraman, lekin bunaqa mavzularga iloji boricha aralashmaymanmi? Tak, 8-martga keladigan bo'lsak, bugun O'zbekistonda 8-mart, lekin Amerikada hozircha 7. Lekin O'zbekistondagi chislo bilan tayanib gapiraman, chunki O'zbekistondaligimda 8-mart kuni men O'zbekistonni
tark etganman, ya'ni ketganman. Amerikaga yo'lga chiqqanman. Akalar 3 oy yo'lda bo'lib, 5-may kuni Amerikaga kirib kelganman. Bu mening uchun eng qilgan hayotimdagi kerakli qarorim va o'zimni mardona qilgan harakatim deb bilaman, chunki o'zim bilaman nimalar boshimdan o'tganini. Xullas hayotimni reshash qiladigan narsa bo'lgan. Hozir 8-mart haqida yomonlikda ayollar bo'lmagan bayram, palon piston deydigan narsalar gapiradi deb o'yladinglar. Yo'q, bu ayollarni bayrami. Ayollar sizlarni chin qalbimdan tabriklayman har biringlarni. Iloji bo'lsa har biringlarga hech bo'lmasa bittadan gul berardim, imkoniyati bo'lsa. Kelajakda boy bo'lib ketib beraman обязательно. Tak, Xitoy mavzusiga o'tadigan bo'lsak, bitta pauza qoling, nafas oling. Xitoyga keladigan bo'lsa, akalar, O'zbekistonda realni xitoyliklar juda ham ko'payib ketdi. O'zim fikrim bor, lekin YouTube'da va boshqa internet tarmoqlarida juda ham bu narsa haqida ko'p o'qidim, o'rgandim, ko'rdim va o'zimni xulosamni aytaman. O'zbekistonga kirib kelyapti turgan xitoyliklarni bozorga hamda iqtisodiyotga qanaqadir me'yorda ta'siri bo'lishi mumkin. Ya'ni qaysi taraflama xitoyliklar har bir O'zbekistondagi o'tirislarda investitsiya qilib egallash niyatida bor. Sababi pul qilish kerak. Ya'ni hech kim sizlarga ham mishat qilgan yo'q bu narsa qilishga. Prosta o'zingizlar harakat qilishinglar kerak xolos. Xitoyliklarda nima bor? Pul bor, investitsiya bor, kalla bor. Shu narsadan foydalanib turib dijeniyani qilishyapti akalar. Sababi O'zbekiston investitsiya eshiklarini ochib berdi Xitoy uchun. Bo'ldi, boshqa narsa yo'q. Bu narsadan sizlar muammo yaratmanglar. Buni minusi bor-da, biznesmenlar, tadbirkorlar uchun o'zini qilyapti turgan noni yarimta bo'lishi mumkin, narsa sifatsizroq bo'lsa Xitoyliklarga o'tib ketishi mumkin va hokazo. Lekin plus tarafi konkurensiya oshadi akalar. Konkurensiya o'sgan joyda rivojlanish bo'ladi. Hamma narsani vahima qilib kimdir desa, hammalar voydo deb chiqmaylar. Bayroq temasiga qaytadigan bo'lsak-da, Xitoyliklar bayroqlar 4-fevral kuni yurdi. Google'ga nimaga shunaqa deb yozsanglar, 4-fevral Xitoyliklarda Chuntzhe degan praznik Visni, ya'ni Xitoyliklarda yangi yili 4-fevral kuni nishonlanadi. Butun Xitoyliklar uchun juda ham qadrli bayram. O'shancha bayroqlarni ko'tarib yurishgan. Odamzod o'zi shunaqa bir tinch emotsional holat xohlamaydi, har doim kachela holida. Bittasi inoplantsion desa, hammasi ishongingiz keladi, qayerdandir faktlar izlanadi. Bittasi Xitoy bunaqa qilmoqchi desa, hammasi voydo shunaqa qilmoqchi ekan deydi, lekin izlanmaydi. Akalar, nabarot bu narsani o'zingizlarga motivatsiya deb olinglar, yaxshiroq harakat qilinglar, biz qilyapti turgan ishda yaxshiroq ish qilmasin degan xulosa qilib olinglar o'zingizlarga. Qo'shimcha qilib o'taman, akalar, men o'zimni fikrimni aytaman. Hech kim menga hech qanaqa ta'sir qila olmaydi. Meni taniganlar biladi. Kim g'ozikin a? Yolg'izlikdan qo'rqyapti shekilli bechora. O'ziga xo'jayini qidiryapti shekilli. Qa ketyapsan deb bo'qidish. Havaskoring bo'laman, g'oz. To'xta. Turdi egasi yo'qmi? Biz bo'lishimiz kerak egasi. Yonidan o'tib keta olmaymiz-u. Qonda bor-u, uzbaymiz-u. Dunyodagi eng achchiq chips akalar. Bu dunyoda bundan achchiq narsa yo'q. Agar yeyishimni xohlasanglar, kommentariyaga Shohruh aka yeb bering deb yozsanglar, yeb beraman. Amerikada birinchi o'rinda ayolning qadri baland bo'lsa, ikkinchi o'rinda farzandi, uchinchi o'rinda hayvonni va to'rtinchi o'rinda umuman qadri yo'q bu erkak kishilar Amerikada. Nima u? Kompyuter o'yinlarida mana shunaqa yuradi personajlar bilasizlarmi? Streamda такой seksualniy fon chiqarish uchun akalar men bunaqa lampa zakaz qildim. Buynamiga skey. Desam yopish kerak edi bu harami. O'l. Kompyuterimni tagiga qo'yib qo'yaman akalar ko'tib. Suka. Buynamiga skey 2. Plus kompyuterimni tagiga qo'yaman, akalar ko'timni tag yonayotgandek bo'lib, takoy bo'lib turadi, chiroyli bo'lib, pidarazda lekin atta yiqitdan realni qo'lim tegib ketib, oyog'imga tushdi boru, suka. Rosa tayyorgarlik ko'ryapman streamga, jalab 3 ta odam kirib o'tirsa kerak o'zi-yu. Itbet, blять. La yomon o'ryapti oyog'im boru. Bilan nima deb video olsamikin-a? Dunyoda gapirmagan narsam qolmadi. Butun dunyo haqida video qilib chiqdim. Mana shu detallarigacha, koinotni nuqta molekula atomigacha video qilib chiqdim. Nima haqida video qilaykin degan video emas, qanaqadir bitta video lekin bilasizlarmi? Ana bola siqilib o'tiribdi. Siqilyaptimi sen po'xo'y. Malibuning holatini qaranglar. Biz O'zbekistonda ko'zini qorachig'iday asrab yurishadi bu mashinani. Eshigini yopib qo'ying aka. Voy bala. Ko'rmaganda qursin, chek. Octagon. Tyson bilan jangbi. Jang. Pizdец, блядь. Siz videoga tushmaysiz deb uyalasiz a? Hammaga assalomu alaykum. Bugun
Sidel. Sidel. Hammaga salom. Bu Sidel pravasini topshirganimiz bordi va katta muvaffaqiyatlar bilan pravani qo'lga kiritdik. Tabriklashlar bo'ladi. Bugundan ofitsialniy rasman aytishim mumkin, professional driverman. Buning uchun hammaga alohida rahmat shkolani rahbariyatiga, shkolani xodimlariga va qolaversa ustozlarimizga. Addushi bu maktabni o'zim o'qiganligim uchun yaxshi deb aytmoqchi emasman. Shunchaki bu maktab rostdan zo'r bo'lganligi uchungina men shu yerga kelib o'qidim. Dagin. Da. Aytgancha, bu G'arbiy yarim shahardagi eng zo'r shkola. Oh yeah. O'zbegim paxtalari. Ay lamor. Amerikaliklar yana bir-biriga Amerikanitslarni bir-biriga bo'lgan munosabatining yana bitta eng yaxshi tarafi akalar. Bu joyga ko'chib kelganimga akalar o'zi 1 oy bo'ldimi, mashinalar ko'ryapsiz, polностью забиты, liniyalarda turibdi hamma mashinalar. Xullas, hech qanaqa joy yozib qo'ymagan, seni joying, meni joyim deb. Endi O'zbekistonda qanaqa holat bo'ladi, bunaqa deb bilmayman, lekin mana endi qaranglar, bittagina pustoy joy bor. Birinchi kuni kelib, mana shu yerga qo'yganman, lekin sosedlar hech kim bu yerga qo'ymayapti boshqalar mashinasini. Bu nima degani? Bu уважение degani, bir-biriga bo'lgan shopirlarni tushunish degani. Eng agressivni qatlam bizda shopirlar bo'ladi. Svetoforda 001 sekundga ham kech qolib ketsa, nomering agar 01 bo'lmasa, yurmaysanmi? Xare. Gap ishlatiladi. Agressivni chunki shtraplar ko'p, shuning uchun odamlar siqiladi. U bu deyishinglar mumkin. Ishoninglar, Amerikada 5 barobar battar akalar, hattoki tezlikni oshirsanglar, ba'zi shtatlarda sizlarni qamoqqa ham tiqib qo'yishi mumkin. Usta odamlar bu yerda hech qatga shoshilmaydi, sabr qilib, bir-birini tushunib yurishadi akalar. Shtraflar 1,5 ming, 3 ming dollargacha bor. Hamma yo'da o'zgaricha plusi va minusi bor. Bizdagi holatlarda 40 yillik qo'shni bo'lsa ham, hali ko'chaga chiqib qarasang, "Meni joyim yetib bot, men birinchi kelgandim botga" deb bir-birini urishib turgan bo'lishadi. Yoqalashib, pichoqlashib ham ketishadi. Kuchanmay gapiring degan ko't. Ertalabda shunaqa bir melish narsalarga kayfiyatinglar ko'tariladi akalar. Hatto melish narsa emas, normal narsa. Endi ertalab o'qishga kelsam, bitta studentimiz yoniga chaqirdi meni. Toshkentlik brat, akam, tug'ishganim deb chaqiraman. Endi hacha ismini ham bilmayman, даже studentimiz. Chaqirdi, "Achkini har kuni taqasizmi aka?" dedi. "Da, aka demadi, aka" dedi. "Da" desam, "Nimaga?" dedi. "Ko'zim orasiga bunaqa chiziq tushib ketyapti, shunga ko'zim naprejeniyada ushlab yurmaydi" dedim. "Juda ham tez gapiryapman, bilyapman, endi nima qo'yib qiladi meni gapirishimni eshitib." "Yo." Berdi mana korobkani. "Aka, oling, sizga yoqsa oling o'zizga" dedi. Yozuvini ko'rib, "Aka, menga yoqdi" dedim. O'zi taqqanim ham yo'q. "Yoqdi" dedim. "Hozir taqib ko'raman, akalar, qaysi biri ko'proq yarashgan o'zingizlar aytasizlar." Muhimi, akalar, e'tibor. Endi hali achki bizda krutoylar faqat taqadi-yu, misol bitta bir og'aynilar orasida 45 ta odam bo'lsa ham taqsa hammasi bir-biriga taqib chiqqan, menga yarashdimi deb eng qizig'i bir-biriga ko'rsatkish ham kelmaydi. Uyalishib qo'yishadi yana o'zlaricha dagin. Tak mana akalar. Ati og'zimni ozgina ochaman, seksualniroq vid bo'lish uchun. Bilsanglar, shunaqa xod bor erkaklar, og'zinglar ozgina ochsanglar seksualni bo'lib ko'rinasiz mana. Ko'rasizlarmi? Qaysi biri seksual? Xullas, bu Louis Vuitton ochkisi akalar, akamiz bergan. Bunisi o'zimniki. Qaysi biri ko'proq yarashyapti? Hozir atay yozishadi. Qorasi ko'proq yarashgan, mana unisi yarashmabdi Louis Vuitton. Louis Vuitton emas, Louis Vuitton. Louis. Bunaqa melish narsaga ham video reels qilib chiqyapti deb aytishinglar mumkin. Yo'q akalar, melish narsa emas, muhimi e'tibor, ota-onalarga, og'aynilarga sovg'alar berib turinglar. Mayda-chuda narsa bo'lsa ham, jaminikida Louis Vuitton qimmat ochki bo'lmasa ham. Eng muhimi, sovg'alarni qadriga yetadigan, siniy qiladigan odamlarga sovg'a beringlar. Bir kuni sovg'a berdinglar, ertasi kuni esdan chiqarib, yana o'zini har xil qiliqlarni va gaplarni o'tkazadigan odamga paypag'am ishlatilgan tursiga ham bermanglar. Ularga arzimaydi ular. Charchamanglar. Toshkentlik akam, o'zimni akam viloyatliga sovg'a berdi. Bratim, tug'ishganim. Kecha bog'da oy sholasi tushmas edi yuzlarimga, bark aro boqqan o'sha yulduz qo'nar ko'zlarimga.